1991-yil O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng yangi davlat ramzlari yaratishga kirishildi va shu yilning 18-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilindi. Bu bayroq o'sha davr xalqining kelajakka bo'lgan umidi va ezgu istaklarini ifodalar edi. Shuning uchun ham har yil 18-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i kuni deb nishonlana boshladi. Qalbimiz to'la surur, to'tiyo tuprog'i, hilpirab turar mag'rur O'zbekiston bayrog'i. Rangi hayot misoli, yulduzlari hiloli, mustaqillik timsoli O'zbekiston bayrog'i. Iftixor dilimizda, u yo'ldosh yo'limizda, yuksalar qo'limizda O'zbekiston bayrog'i. Gumbazlarda falakda, peshtoqlarda yuksakda, ko'ngillarda yurakda O'zbekiston bayrog'i. Rangi hayot misoli, yulduzlari hiloli, mustaqillik timsoli O'zbekiston bayrog'i. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i to'g'risidagi qonun 1991-yil 18-noyabrda O'zbekiston Respublikasining navbatdan tashqari o'tkazilgan 2-sessiyasida qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i tuzilishi uzunligi 250 cm, kengligi 125 cm ni tashkil etadi. Moviy, oq, yashil, qizil ranglardan iborat. Bayroqning yuqori qismida yarim oy va 12 ta yulduz tasvirlangan. Biz uchun mustaqillikning muqaddas ramzi davlatimiz bayrog'i doimo azizdir. Shu bois bayrog'imizga nazar solar ekanmiz. Bayrog'imiz baland-balandlarga hilpiraganda yoki madhiyamiz yangraganda biz ruhiy quvvatni, qalbimizda g'urur va buyuk istiqbolga bo'lgan ishonch tuyg'usini his etamiz. Tarixdan ma'lumki, vatan ramzlari doimo ulug' va muqaddas sanalgan. Bayroq hamisha insonlarni yakdillikka, ulug' maqsad yo'lida birlashishga chorlagan. Vatan ramzlari or-nomus, shon-sharaf belgisi sifatida e'zozlangan. Zero bayroq har bir xalq, millatning shonli o'tmishi va buyuk kelajagi, asriy an'ana va urf-odatlarni o'zida aks ettirgan. O'zbekiston Respublikasi bayrog'i bu shunchaki mato emas. Bu xalqning yuragidan chiqqan orzulari, ajdodlarning asrlar davomida asrab kelgan g'ururi va kelajak avlodlarga qoldiradigan umidi mujassam bo'lgan muqaddas timsoldir. Bayroq hilpiraganda go'yo yurt osmonining o'zi nafas bilan uni silab o'tayotgandek bo'ladi. O'zbekiston bayrog'i bu shunchaki belgi emas, u butun xalqning tarixi, ma'naviyati, mustaqil davlat qurgan xalqning orzu intilishlari ramzidir. Bugun bayroq xalqaro maydonlarda, diplomatik vakolatxonalarda, sport musobaqalarida, ilmiy nufuzli tadbirlarda vatanimiz sha'nini munosib ifodalanmoqda. Bu biz uchun g'urur va iftixor manbaidir. O'zbekiston bayrog'i bu o'tganlar xotirasi, bugunning sa'y-harakati va ertangi kunning porloq nuri bir mato uzra jam bo'lgan mo'jizadir. U hilpiraganda har bir yurakda g'urur toblanadi, vatan tuyg'usi uyg'onadi. Bayroqdagi moviy rang mangu tiriklik mazmuni aks etgan mangu osmon hamda ob-hayot ramzidir. Timsollar tilida bu donishmandlik, halollik, rostso'zlik hamda sadoqatni bildiradi. Ham binobarin Amir Temur davlat bayrog'i ham moviy rangda bo'lgan. Bayrog'imizdagi qizil chiziqlar tomirimizdagi ajdodlar qoni va mangulik nishonasidir. Bayroqdagi oq rang muqaddas tinchlik ramzi bo'lib, u kun charog'onligi, koinot yoritgichlari bilan uyg'unlashib turadi. Oq rang poklik, beg'uborlik, soflikni, orzu va xayollar tozaligi, ichki go'zallikka intilishning timsolidir. Bayrog'imizdagi yashil rang yasharish, yangilanish ramzi. Shuning barobarida ona tabiatimiz, asl qadriyatlarimiz timsoli hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'idagi 12 yulduz tasviri ham tarixiy an'analarimiz, qadimgi nomamizga bevosita aloqador. Bizning 12 yulduzga bo'lgan e'tiborimiz O'zbekiston sarhadidagi qadimgi davlatlar, ilmiy tafakkurda nujum ilmi taraqqiy etganlik bilan ham izohlanadi.